Assalomu alaykum do'stlar, hammalarning kumush vaqtingiz xayrli bo'lsin. Bugungi Amazon tor mulozimatlari darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda bo'lsa, biz Amazon tor mulozimalaridagi RDS degan hukmni o'rganib o'tamiz. RDS degan nima degan vaqtida datalarni, ya'ni uchurlarni saqlaydigan mulozimat turlarininki birisi. Ya'ni biz burun uchurlarimizni ma'lum bir data centerda yoki ma'lum bir yerda saqlagan bo'lsak, hozir Amazon tor mulozimatlarininki shu RDS yoki boshqa mulozimatlari orqali o'zimizningki datalarni shu RDS da saqlay olamiz, ya'ni data centerlarda saqlay olamiz. Bu hamda bizningki ishlarimizni qulaylashtirib berdi, bexatarligini oshirib berdi va chiqimni tuvaltib berdi. Undaqda RDS bilan tanishib chiqaylik. Services kirib, services'dan database ga kirimiz. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, database'da RDS, DynamoDB, ElastiCache qatorliq bir qancha xil turlar bor ekan. Buningda RDS bo'lsa, Relational Data Services, ya'ni munosabatlarlik data, ya'ni uchur mulozimatlarni RDMS degan Relational Data Management System'da şu RDS'ni işletimiz. DynamoDB degan şu Amazon'daki o'zi tarafidan barliq kelingan NoSQL database. Endi biz RDS ga kiradigan bo'lsak, RDS qaraydigan bo'lsak, mana endi bu yerga kirgandan keyin create database'ni bossak, bu yerda create database'ning ichida Standard create, easy create deb bor. Endi standard create bilan easy create'ningki qanday farqi bor degan vaqtida, normalda biz sistem ochilgan vaqtida custom yoki default deb turlar bor. Masalan, customda siz o'zingiz har xil narsalarni qo'sha olasiz. Default bo'lsa, belgilab bergan bo'yicha qurildi. Endi mana Standard create bilan easy create shu ikkisiga vakillik qildi. Standard create'da o'zingiz bir narsalarni tanlab qila olasiz. Easy create bo'lsa, sizga avtomatik buni qurib beradi. Endi biz standard create kirib, bu yerda qaraydigan bo'lsak, database'ningki har xil turlari bor ekan. Masalan, Amazon'ningki Aura, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Service degandek. Endi buningda men MySQLni tanlay. MySQLni tanlab qarsam, mana MySQLning har xil nashrlari chiqadi. Biz bu yerdan o'zi qaysi nashrni ishlatmoqchi bo'lsak, shu nashrni tanlaymiz. Oracle'da bo'lib qolsa, Oracle'ni qilsak, Oracle'ning Enterprise Edition, Standard Edition degandeklar. Endi buningda biz tanlasangiz, shu Oracle'da hamda o'zininki license deydigan narsa bor, ya'ni pulga setib oladigan huquqi bor. Shuni Amazon sizga sizning o'rningizda setib olib, shu sizga mulozimat qilib berdi. Endi Microsoft SQL'dimi shu o'xshash, MariaDB'dimi qaraydigan bo'lsak, o'zininki turlari bor ekan. Endi men MySQLni tanlay. MySQLni tanlab, versionga MySQL 8.07 ni tanladim. Tanlagandan keyin bu yerda templates deydi. Qaraydigan bo'lsak, production, devtest, free tier deb bor ekan. Production endi shu o'zingizningki turlarini haqiqiy bir nimda boshqalarga chiqarib beradigan narsani production deydi. Ya'ni boshqa sizningki xaridorlaringiz yoki sizning ishlatgichingiz bevosita ishlataydigan nusxasini production deydi. Hamda dev test degani buningda developerlar yoki testerlar ishlataydiganni dev test deymiz. Free trade haqsiz. Endi biz haqsizni tanlaylik. Haqsizni qilgandan keyin bu yerda shu database'ningki ismi bor ekan. Masalan, database 1 deb, masalan, Uyghur IT DB deb yozdim. DB deb yozgandan keyin credential settings'da username, password'ni, anikin password'ni confirm qiladigan qaytadan password'ni kirgizamiz. Masalan, admin deb bosdim. Password'ni tanlab bo'lgandan keyin database'ningki cho'ng kichiklikka deydi. Bizga haqsizda shuni belgilash uchun shuni tanlaylik. Saqlash turida general purpose SSD degan tanlaymiz. Sig'imida 20 GB ekan, minimumda 20 GB da qolsin.
auto scaling deydi. Yani sizningki o'sha uçurlarınız bek çoğayıp ketsa, o'zi çoğaytırgan, kichikilib turganni o'sha yerda tanlab qo'ysanglar bo'ldi yoki tanlamasanglar bo'ldi. Ya tanlab eng cho'ng bo'lganda qancha gigabaytgacha qilsangiz shuni tanlaysiz. Masalan 40 gigabayt deb tanladim. Agar tanlamasangiz enable'ni yo'qotib qo'ysangiz bo'ldi. Qilgandan keyin bu qaysi virtual private cloudda deydi. Biz defaultda qilmoqchi bo'lganimiz uchun defaultni besib qo'yaylik. Buningda buningki hamda authentication deydi. Shu ishlatgichlarningki erishish turlarida password bilan qilsin deganni tanlab qo'ydik. Qilib bo'lgandan keyin create database deganni bosamiz. Bostirgan bo'lsak, bu yerda qaraydigan bo'lsak, xat, son, siziqcha degandeklar bor ekan. Deb bosdik. Create'ni bosdim. Bossak mana bizga Uyg'ur IT Lab ismidagi bir sondan birini qurib berdi. Instance mana MySQL'ninki buningki cho'ng kichikligi bor. Hozir creating deydi, ya'ni quryapti. Buni qurilishini saqlaylik. Qaraydigan bo'lsak, bizningki MySQL database'imiz qurildi. Qurilgan ekan-da buni iç orqali ochsak, bu yerda bizningki uchurlarimiz chiqdi. Endi biz qaraydigan bo'lsak, endpoint'i bor ekan, porti bor. Bugungi darsimiz mushayigacha bo'lsin. Keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.